Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi sotib chiqqan joyimiz Cho'lka Matana to'g'risida Ray Center uy bozori qarab turgan 8 etajli domimizda 7 etajida 90 kvadrat 3 xona 100% tayyor kvartiramiz sotib chiqdi. Girgan qismimizda yerimizda ajoyib oynalarimiz tushgan. Har xonamizda avtomatlar bilan tarafga joylashgan. Ajoyib oyna. Yan taraflarimizda shkaflari va ega. Bemalol narsalarni asib qo'ysangiz bo'ladi. Zakрытый shkaflar. Joylarimiz eshiklar hamma standart, oppoq eshiklardan, komfort eshiklardan qurilgan bo'ladi. Lyustralarimiz yarki bo'lish uchun ajoyib lyustralar yaqin tashalgan bo'ladi. Joyimiz remontdan olmagan gap bo'lishi mumkin emas. Joyimizni bir qator tanishtirib o'tib ketaman. Yan tarafimiz zalimiz, yanimiz kuxnyamiz bo'ladi. Yan tarafimiz детский komnata, kattalar uchun katta spalnyamiz, sanusiylimiz, garderob ham bor. Joyimiz 90 kvadrat bo'ladi. Eshikdan kirgandek zalimizga kiramiz. Zalimiz ham razmeri katta tushgan. Katta lyustralarimiz asıl tutdi. Yerimizda TV zonalarimiz, shkaf mebellari, hamma narsasi tayyor holatida. Oyoq temizda gilamlar ham qalin gilamlar bo'shalgan bo'ladi. Joyimizda kondisioner, parda, yarki bo'lib ishlangan devorlarimiz, hurmatli obunachilar. Devorlarimiz yaxshi sifatli kraskalarda ishlatilgan. Bular ham hurmatli obunachilar, liboslardan ishlangan bo'ladi. Joyimiz remontdan olmagan gap bo'lishi mumkin emas. Plyuchator va rozetkalar ham yaxshi sifatlisidan qurilgan bo'ladi, hurmatli obunachilar. Ya'ni kuxnyamizni donishtirib o'tamiz. Zaldan chiqib kuxnyamizga kiramiz. Kuxnyamiz ham katta tushgan bo'ladi. Dan patologiya kuxnya mebel, hurmatli obunachilar, yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Joyimizga garantiya berib o'tamiz. 1 yil servis ham bor. Ajoyib lyustralarimiz asıl tutdi. Galagillarga patologlarimiz gipslar bilan joylashib ishlangan. Mo'ykalarimiz ajoyib mo'ykalar qo'yilgan. Har taraflama suv keladi. Suvdan muammosi yo'q. Joyimizda minuslardan ham aytib o'tib ketaman. Joyimiz elektronli gaz plita bo'ladi. Bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Ovqatni ajoyib pishirasiz. Dimoxotlarga sensor ishlaydi. Yan tarafimizda xonadonliklar bor ekan. Ajoyib bo'lgan. Pardalar ham oxirgi rusumdagi pardalar. Yan tarafimizda katta balkon tushgan. Garing ko'ramiz. Balkonlar ham katta tushgan. Oyoq teramiz kafedan chiqqan. Yan tarafimiz katta yo'lning ustida bo'ladi. Yerimiz Cho'lka Matana bo'ladi. Yan tarafimiz Ray Center buyum bozori bo'ladi. Yo'lga ketadigan bo'lsak, man servis va Xiva klubga chiqib ketamiz. Mestasi zo'r tochkada joylashgan. Remontdan umuman gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz narxi $73,000, hurmatli obunachilar. Mashinoy bravolar ham ajoyibdan qurilgan. Yana bir narsani aytaman. Kichkina narsalardan ahamiyati tuzatilgan eshigimizda stop ham bor. Bemalol eshigingizni ochganda devorlar deymaydi. Ya'ni endi детский komnatamizni ko'rsatamiz. Детский komnatamizda 2 farzandingiz uchun spalniy mebellar qo'yilgan bo'ladi. Oyoq temizda qalin gilamlar bo'shalgan. Zaydda shkafimiz, yerimizda ajoyib ustara joylashgan bo'ladi. Pardalar ham yaxshi sifatli materiallardan ishlangan bo'ladi. Ajoyib lyustralar sotib turibdi. Joyimiz yaxshi sifatlarda remont qilingan. Obunachilar. Sanuzelimizdan ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni sanuzelimizda oxirgi maksimal darajada zo'ratib tuzatilgan bo'ladi. Yerimizda rakovinalarga ega, sensorli aynamiz, kir mashinalariga ega. Yerimizda ajoyib vishilkalarimiz, ajoyib hojatxonamiz joylashgan bo'ladi. Yan tarafimizda dushovoy qilib o'tdi ekanlar. Smestitillarning yaxshi sifatli smestitillardan qo'yilgan. Yan tarafimizda aristollarga fillar ham qo'yilgan ekan. Hurmatli obunachilar, ishlari yaxshi sifatli ishlardan bo'ladi. Kartinkalar ham ajoyib o'zini mos tushidan o'tib ekanlar. Mumkin emas. Joyimiz oxirgi xonamizga kiramiz. Katta spalnyamiz joylashgan bo'ladi. Spalniy matraslar ham yaxshi sifatlisidan qo'yilgan bo'ladi. O'zi spalnyning ichida televizorlar joylashgan. Lyustramiz ajoyib nasib tutdi. Pardalari, joyimiz bunda termolar joylashgan. Joyimiz oyoq kiyimlari ajoyib g'ollardan, gilamlardan bo'shab turibdi. Joyimiz remontdan gap bo'lishi mumkin emas. Yana bir narsani aytib o'taman. Yan tarafimizda garderob joylashgan bo'ladi. Shkaf mebellari bemalol narsalaringizni qo'yib olsangiz bo'ladi. Aynali eshiklarimiz yarki bo'lib ishlangan ekan. Shkaflari yan tarafda polkalari joylashgan bo'ladi. Hurmatli obunachilar, joyimiz mestasini ham tushuntirdim. Joyimizdan ichkari tomonda qo'llangancha
yaratib o'tdik. Joyimiz kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi menlar telefonga to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, kimda kim ko'chmaslik bo'lgan bo'lsa, bizlarga murojaat etsangiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha tezroq sotib beramiz. Agarda sotiladigan joylar bo'lsa, bemalol bizlarga ayting, qo'ldan kelgancha tezroq sotib beramiz. 2 xonali, 3 xonali, 4 xonali joy so'raydigan bo'lsangiz ham bizlardan bor, bemalol telefon bo'lsangiz ham bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.